Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Blogger show 3-sani mehmoni bizda Baxtiyor ag'a, Sharibayev. Assalomu alaykum ag'a. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ishtiraman ba. Assalomu alaykum blogger show ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvda bunandayda Allan hamma ko'rsatuvlarda oldin ola kelishib olib so'rovlar berasiz, o'sha kelishtirib, "Mana anday so'rov bering, anday." Bugun hech qanday hisobda kelishmaylik buni. Haqiqat. Ashqan. Ne so'rov bersang ber, men hamma so'rovga javob berishga tayyorman. Bo'ldi, xudo xolisa bugungi ko'rsatuvimiz so'ralib chiqadi. Al Baxtiyor ag'a, so'rovlarimizni boshlaymiz. Bizlar esimizni bilgeli, sizning deskitlardan, telefonlardan Kven'da o'ynab yurganingiz ko'rayotgan edi. Kven tarafidan neshinchi yillar kirib keldingiz? Necha yil bo'ldi hozir? 2010-yil kirib keldim, hozir 15 yil bo'ldi. 15 yil. 15 yilning ichida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Kven'da 2014, 2015 ham 2020-yili Turan komandasi O'zbekiston chempioni bo'ldi. So'da 2014-2015da menda a'zo edim. Azg'antay 42% ulushimda o'sdi. Hozirgi vaqtda Digirman shouda borsizmi? Yo'q, Digirman shouda yo'qman. Sebebi Digirman shouda mening o'zimning jo'ralarim ochib ham Digirman shouda. Endi har kim ham qatnashyapti, bizda ulkanlar ham qatnashyapti, bizda kichiklar ham qatnashyapti. Biroq Digirman shouga ko'p qatnashgandan ekran ortida jardam bergan yaxshi ko'raman. Iloj bo'lardan komandamen chiqdik. 4-yimiz ham bola chaqalardan edik. Shu komandadagi ham shu bola chaqalar bo'lgandan keyin iloj bo'lar deb qo'ydik. Men iloj bo'lmay qoldi. O Turan komandasida 2010 ham 2015da 5 yil oralig'ida o'ynadim. Sojlari misol uchun Dastanaga bor edi, Bastan oyog'ida. Shu Dastana sayasida qolib qo'yasan degan so'zlar ham bo'ldimi? Boshqa komanda olib chiqib, Shuhrat yurdi-ku. Shuhrat Dastana qasdida Turanda yurgan vaqtda ko'pchilik tanimaydi edi. U adeni chiqqandan keyin xalqqa tanila boshladi. Sizning fikringiz qanday? Hech qanday bunandayda negizinde dastansiz ham odan oldin o'zim komanda olib chiqib ketmay bo'ladigan edi. Masalan, Turanda o'ynayotsa men tek Turanda o'ynashim kerak, Dastanda chiqarib tashlashim kerak degan narsa yo'q-ku. Men ham o'z oldimdan masalan shu kezde bir ulama bir Polat degandagi komanda tushib ketmayman o'zim masalan bo'lmasa, Bayram degandagi komanda tushib ketmayman. Sonda masalan Dastanning sayasida yurish kerak vaqt bo'ldi, yurdim. Sebebi har bir kvenchikning basında o'zi sayada yurmagan kvenchik emas. Biz o'zi sayasida yurdik, jurayotgan vaqtga deyim, biroq Dastanning ham sayasi har doim tura bermaydi. Ular masalan o'zi arasida quyoshni ko'rsatib oladi deb, sizlar ham bir quyosh ko'ring aylanaylar deb so'radim. Arasida quyosh ko'rib aytib, Xudoga shukr aytib. Saya quyosh arasida yurib qo'yinglar. Bo'ladi. Sovuqlarda kinoda ko'rayotgan. Hozir sonday kinoga ne yo'q? Motivatsiya yo'qmi yo bo'lmasa o'zingizda bir xalqimizning usunusi yo'qmi? Nega sonda kinoga chiqmay qoldi hozir? Kinoning bir nesini aytayin, sirni aytayın. Buning sir ashshi, haqiqat. Hech bir kvenchik uni tan olgisi kelmaydi. Biroq ko'pchiligi biladi ishini. Inson degan rolik boshlandi. Bu inson degan rolikda Rahat Isbergen ustozim bilan birga yozib kelganmiz. Ulma ne men rolik tushirgan bo'lsam ham, ne rolik chiqqan bo'lsa-da, shu vaqtida barlig'idan ssenariyda o'tiradigan bir odam kerak bo'lgan. Men har doim sojimni o'zimga olganman. Har doim shu ssenariyda o'tirib, azonligish buna idea bo'laman, durust Dastanbek Tursunov qabul so'rayman. Bunov bo'laman, bunov bo'lmayman. Qo'lim vaqti yo'q, to'ylardan bo'lsamaydi, biroq bo'latin bo'lmaydi aytib turgan. Barini jamlashtiradigan, barini kuyib pishib yuradigan uluma жұмыс істейтін bir адам керек bo'ladi da, любой rolikda. Shu odam men bo'ldim 2015-2018 ga deyim. Sozatda men to'xtatdim, men ham bu odam bo'lmayman, endi charchadim degandan keyin meni 2018da oxirgi marta Qirg'izistonda tushirildi. Sonda Kvenskiy kinodan odan keyin uni tushirilgan yo'q. Qolgan joyda baqa qashshovlari, kvartirantlar deganlar o'zlarining jurnalistida tushib ketdi, biroq imенно bizlarning davrimizdagidek Kvenskiy rolik qadimgi o'g'lay deydigan roliklar bor, qadimgi. Masalan, tayoq yeyotgan ekan. Sonda qalay deb atsa, tayoq yeb o'tiradigan prikollar bo'ladi qadimgi. Sonda astarlimandek hazil kinolar hozir vaqti yo'q. Yo'q 2018dan beri. Sebebi ansat emas. Bir kinoning ssenariyida ishinde o'zingning ham rolingni o'ynash kerak. Dastan masalan bizlarning kapitanimiz o'ning o'zining rolini o'ynash kerak. Uning abrayina jarasa roli bo'ladi. Aziz Nazarovning abrayina jarasa roli bo'ladi. Men masalan kino men yozib qo'ygan aytsa, men endi o'ynasam, Dastan sen men endi o'ynaysan deya olmayman. Ular men ustozlarim, men ularning o'zimni masalan bir rol olsam, ular 10 rol o'ynash kerak men uchun. Baxtiyor ag'a, Qoraqalpog'istondan nomer 1 bloger kim? Siz uchun o'z o'nday odam bormi? Onday odam yo'q. Men uchun hammasi nomer 1.
Hammasi zo'r. Men hech qaysini kamera oldida xizmat etib yurgan insonlarning hech qaysini men nomer 2 deya olmayman. Barlig'i dim bo'lmaganda o'zlari shuni nomer deydi. Siz uchun o'zi haqiqiy o'rgatuvchi inson degan ne? Shaxslarga ne aytasiz bu haqida? Haqiqiy o'rgatuvchi inson deb, masalan, yoshlarga deb o'zim ham yoshman qo'y, juda xatayib qolgan yo'q, biroq yoshimiz ham minib sal so'ylab so'zimizni o'ylab so'ylamasak bo'lmaydi. O'rgatuvchi inson deganda, mana o'sha mening videomda ko'rayotgan o'rgatuvchi inson o'zi kommentariyasida ne qildi? Tasdiqlab keta qo'yishni o'zi bitishga qo'yib, men gapimda. Hozir zamonda одноразовый odamlar juda ko'payib ketdi. Ya'ni одноразовый komanda QVN, одноразовый blogerlar, ya'ni Zamon talabi ya'ni. Ya'ni qandayda? Ya'ni одноразовый deb unday emas. Masalan, bir QVNda bir komanda chiqadi. Zo'r kuldirib turadi zalda. O deydi, hamma shapaloq uradi. Al zo'r komanda chiqdi deydi. Biroq ana shu yerda o'tgan tajribali QVNchilar bu одноразовый komanda deydi. Bu bugun zalda jarda, ertaga yo'q deydi. Ertasiga qarasa rastdan ham yo'q. Biroq uni xalq bilmaydi. Xalq bilmaydi, nega ular ana o'tda yetib edi, ana buni deb yura beradi. Biroq tajribali QVNchilar bilib o'tiribdi uni. Blogerlarda shunday. O'zingiz o'ylab ko'ring. Prosta o'ylab ko'ring. 1 yil oldin kimlar bor edi? Hozir qayoqda? Hozir kimlar bor? 1 yildan keyin qayoqda bo'ladigan ular degan savollar bor. Ya'ni o'rgatuvchilik qiladigan haqiqiy inson, ya'ni har bir so'zni miymen yozib, qog'ozga tushirib, o'z ustida ishlaydigan inson bu haqiqiy o'rgatuvchi ham yillar o'tsa-da legenda bo'lib siylanadigan insonlar bo'ladi. Ular o'rgatuvchi insonlarning одноразовый insonlardan farqi shunday bo'ladi. Buni mening gapimda qalagan odam, qalagan ishi aslida kommentariyada qalagan ishi to'dalaymiz. Yo'q, bo'ldi, rahmat. Ko'rsatib haqida qisqacha fikringiz. Javoblarni yoqmay ketmadingmi? Nega? Men tezlik haqiqatlarni aytib tashlayman-da o'zi. Bunday bloger show ko'rsatuvini omad tilayman. Жаңа aytganimday одноразовый inson bo'lib qolmang. O'z ustingizda islang, o'rgatuvchilik qiling, so'rang ustozlardan, yosh ulkanlardan so'rang, yosh kishilardan ham so'rang. Izlaring, to'xtamang. Dim qabul qilsa ChatGPTga ijoza ayting. Ne qildiydi? To'xtamang, o'z ustingizda islang. Bloger show menimcha zo'r ko'rsatuv. Buning eng basında bizlar qatnashib qoldik-ku deb maqtanib yurik, kelajakda bu ulkan ko'rsatuvlarga aylanib ketishini tilaklaymiz. Orada qimmatli vaqtingizni bo'lib kelganingiz uchun sizga da rahmat, sog' bo'ling. Juda qimmat emas, arzon. 300 ming bersang bo'ladi.